Bolajonlar, biz sizlar bilan ko'paytirish jadvalini o'rganyapmiz. Shundaymi? Hozir bir o'yin orqali ko'paytirish jadvalini qay darajada o'rganayotganingizni sinab ko'ramiz. Musobaqaga tayyormisizlar? Bo'lmasa, tayyor turing. Boshlaylik. O'zingiz solma. Shoshilmang. Bo'lishni ham ishladingmi? Ustam, oldinga qara, et bermalaring. Faqat yonidaga yordam berish mumkin. Romli qilmaymiz. Hop, qani tekshirib ko'ramiz. Hop, 3-guruh birinchi bajardi, xatolarni tekshiramiz. Hop, birinchi guruh ikkinchi bo'lib bajardi, xatolarni tekshirib ko'ramiz. Hop, o'rta guruh ikkinchi guruh uchinchi bo'lib bajardi, xatolarini tekshirib ko'ramiz. Guruhlarning ballari tekshirib aniqlandi. Tezkorlik bo'yicha birinchi bajargan guruhga 2 ball, ikkinchi bajargan guruhga 1 ball, uchinchi bo'lib bajargan guruhga tezkorlik bo'yicha ball bermadik. Xato ishlangan, to'g'ri ishlangani bo'yicha tekshirilganda birinchi qator 17 va tezkorlik bo'yicha 1 ball 18 ball. Uchinchi qator birinchi bo'lib bajardi 17 ball va tezkorlik bo'yicha 2 ball qo'shib 19 ball. O'rta ikkinchi qator esa tezkorlik bo'yicha ball to'play olmadi, lekin misollarning, topshiriqlarning barchasi to'g'ri 20 ball bilan birinchi o'rinni qo'lga kiritdi.